To'xta! Sen to'xtada olma. Endi to'sam o'lib bermadimi? Po'latka, menga sara qiz bola, sen bilan ko'rishman deb faqat to'sab bo'lamdan xafa aka. Po'lat degan sen ekansan-da. Beshingni mingizing yo'q-ku bo'lmasa. Alloh simikin debdimi? Salovatdan bu op. Kimomni ovoz degan. Hammadan sendan qo'rqidi ekan-ku. Seni qilayotgan ishingni alvostili qildi. Bilamsan, sening odamlaring mening dadamni urib qanday qilyapti? Sen alvosti bo'lmay nimasan? Kim o sizin dadınız? Nima ishdi? Jappar degan birisi nechining oldida nurg'un qarz ekan to'q. 2 yil oldida bu qarzlari bizning shirkatga o'tgan. Azozdan qaytirib, oz qolgan. Necha kun oldida bir chang'ziq berib, nurg'un pul o'tiribdi. Sizlar nima koni savatni buzmay yangi qarz bergan? Shu davomli qo'yib bo'lgan ekan, bu yerdagi bolalar bilan munosabat yaxshi ekan, ham shu kuni tali kelib qolibdi ekan to'q shunga. Bo'ldi. Nesh bo'ldi? Shu oldikan 200 ming tashamdiki. 200 ming? Endi bilibdimi? Sizlar rasmiy alvosti ekansizlar-jimi? Odamni o'tqa ishtirdigan alvostilar. Sen çıktı. İsminiz nima? Yurtimiz xili bor ekan-a? Mening ishxonamga besib kirgan tunchi siz oldingiz. Xili mendan degan allamda bunday qilib boqmagan. Men hozir o'lishdimmi qo'rqmayman. Isel. Qani Mustafa? Nima ishimiz bor-da? Qarzni qaytarib deb kelganman. Men sana deb qo'yay, bundan keyin odamlarga berib dadamni avor qilmasin. Dadamning qarzini o'zim to'layman. Yaxshi. Kuyimchan qizgan sizlar. Unda olsa moliyashasiz bu yoqda. Ölüşten korkmayın adam yığılamda. İkinin yankı her gün tamas edip qarzlarını tülesem yeni kım oynaptı. Hem de bunçılık pulunu kaçan kaytırıp bulamam. Bo'ldi. Yig'lamam. Gap bo'lsa aldırmaydı işine. Vay. Oldu yig'lama. Lan işini söktüm. Ben aldım sizlerden bu yerde her xil qarz to'laydigan usullar bor ekan. Meni qanday ish qilsanglar mayli, men rozi. Hali qanday qiz bo'lib ketsam mayli, men hammasiga rozi. Faqat dadamning qarzini to'lasamni bo'ldi. Dadamızın qarzını qaytarish uchun nima ish qilsangiz maylimi? Özüm arzulagan baxtimga erishamadim. Umidimning nuri o'chdi. Endi dadam uchun qurbonlik berib, kuyimchan qiz bo'lsam, balkim hayotimning azroq bo'lsin ma'nisi bo'lib qolar. İsmingiz nima dedingiz?
Nafisa. Yaxshi, Nafisa. Siz bayam dadam uchun nima ish qilsam mayli dedingizmi? Eski qiz bo'lib ketay, qul bo'lib ketay yoki meni o'ltirasanglarmi mayli. Qanday qilsanglar o'zingizning ixtiyori. Undan bo'lsa, meni xotinim bo'lib ketsangiz-chi. Sening xotining? Ha, shunda mening xotinim. Jamiyatda mo'shinlik uzoq vaqt yurib, biroz mol tegman deb baqladi. Kuyimchan, ishil qiz kelsiz. Agarda meni yarasangiz, sizni olay. Dadangizdan qarzlari to'liq qilib ketsin. Aldirab javob bermisiz bo'ldi. Berib dadangizdan maslahat chiqaring. Maqbul, men sana tegay. Lekin mening bir shartim bor. Nima? Bundan keyin dadamning ikkinchi qimorxonaga tasmaydiganlikka kafolat qilishing kerak. Men barliq maydonlarni to'plab qo'ygan. Nega berib o'ynaganimni bilmadim. Balkim dadangiz tanimay qolganda. Yolg'on gap qilma bo'ldi. Men sana tegib bo'ldim, dadamlar ikkimizning sana uxtag'idek nasib qolmadi shundaqku. Men sizga yolg'on gap qilmadim. Men Po'lat birsiga va'da bersam, azaldan gapim turma. Men bu ishni aniqlab sizga bir javobini beray. Aldirab maqtim başlasam alamadım. Ben atırını ağam. Xotun, ben bilemem. Siz beni yaxshi ko'rmaydiganligingizdan. Lekin tazike ikimiz to'y qilib, nima desangiz shuni qilib berdim. Nimani olaman desangiz shuni olib berdim. Sizga bir ishni majburlamadim. Ham sizga besimli qilmadim. Ben bir ekşi qilishga tegish ishning hammasini qilib berdim. Bara-bara men kunib qolamki deb o'ylagandim. Lekin tazike men tushunmayapsiz. Men seni bek tushungach shuni deyapman. Balkim sen rasul bilmaydigansan. Lekin sendek odamlar qimorxona ochmasanglar, mening dadamning bordigan yerim bo'lmaydi. Dadam bormisimi, har kun nurg'un tadlar sizlarning qo'linglarda qimor o'ynaydi. Yeni qanchalik oyini buzasanglar, unda rozi bo'lsizlar. Men qimorxona ochmasammi, ular davomli qimor o'ynaydi. Qimorxona taqilib ketgan taqdirdami, uylarda o'ynaydi. Hatto turmaga kirib ketganlarmi, shig'illanib terib o'ynayotdi. Qimor nurg'un davlatlarda qonunli tijorat, normal tijorat. Men ularni zo'limidan, yog'anchilik qilmadan, ben bunchilik ig'ir gap qilishning o'rni bormi? O'zingning oilasi buzilmaganligi shunda deyapti senda. Bo'ldi. Siz nima desangiz shuni qilib beray. Biroq esingizda bo'lsin. Mening tijoratimga aralashmang. Siz qaytib ketib, xon ishlarda kuningizdan huzurlansangiz bo'ldi. Mening alishadigan munchulamim yo'q. Chiqilib men dadamda bir umr baxtsiz bo'lib qoldim. Mening bergan qurbonligim bekor ketmisi bo'ldi. Nima? Baxtsiz bo'lib qoldi? Bu gap menga bek o'tdi. Bu gap mening ko'nglimga bek keldi. Bo'ptam sen qavun o'zing bil.